Olmazor tumaniga Respublika Bosh prokuraturasi xodimlari biriktirilgan bo'lib, ayni kunda prokuratura mas'ul vakillari tomonidan muayyan ishlar tashkillashtirilmoqda. Jumladan, Eski shahar, Chig'atoy darvoza, Qo'shtut mahallalarida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori tashrifi amalga oshirildi. Tashrif mobaynida 100 dan ortiq eski simyog'och ustunlari yangi temir beton ustunlarga, 6,5 kilometr uzunlikdagi ochiq simlar esa yangi turdagi sip rusumli kabellarga almashtirildi. Hududlarga ehtiyojdan kelib chiqib 4 ta yangi transformatorlar o'rnatildi. Tumanning Guruch-Ariq mahalla fuqarolari yig'inidagi Qorasaroy ko'chasida joylashgan simyog'ochlar ma'nan eskirgan, qolaversa, ochiq simlar o'tgan asrning 90-yillarda tortilgan bo'lib, bugungi kun talabiga javob bermay qolgan edi. Bosh prokuratura mas'ullarining amaliy yordami, qolaversa, Vazirlar Mahkamasi qarori talablaridan kelib chiqib, ushbu ko'chada keng ko'lamli ishlar boshlab yuborildi. Olmazor tumani elektr ta'minoti korxonasi xodimlari tomonidan eskirgan simyog'ochlar olinib, o'rniga zamonaviylari o'rnatilyapti. Simlar esa sip rusumli kabellarga almashtirilmoqda. Hozirda Guruch-Ariq mahallasida bir qator rejali ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'rib turganingizdek, Sariqsuv 1-tor mahallasida texnikamiz ishlab turibdi. Bu yerda yog'och oporamiz eskirganligi uchun yangi zamonaviy temir beton ustunlarga almashtirilyapti. Hamda ochiq turdagi simlarimiz, AES simlarimiz yopiq turdagi zamonaviy sip kabellarga almashtirilyapti. Bundan keyin rejali ishlarimiz qolgan ko'chalarda, boshqa mahallalarda amalga oshadi. Bundan tashqari Olmazor tarmog'i tomonidan 1680 taqsimlash qurilmalarimiz bor. Bunga 250 kV kichkinaligi bo'lganligi uchun katta 400 kV quvvatga almashtirildi va tepamiz mukammal ta'mirdan chiqarildi. Buning natijasida tumandagi Guruch-Ariq mahallasidagi elektr energiya sifatli ta'minlanadi. Aholi bundan minnatdor. Olmazor tumanining Guruch-Ariq mahalla fuqarolari yig'inida 6751 nafar aholi istiqomat qiladi. Hududda 1394 ta xonadonlar bor. Keyingi o'zgarishlar bois ushbu manzilda yo'llar ta'mirlandi, gaz quvurlari tartibga keltirilib, to'liq bo'yoqlab chiqildi. Ayniqsa elektr ta'minoti tizimidagi yechim-talab muammolar bois tarmoqda uzilishlar tez-tez sodir bo'lar. Bu o'z-o'zidan aholi kayfiyatiga salbiy ta'sir etmasdan qolmasdi. Ayni kunlardagi ishlardan mahalla faollari, aholi benihoya mamnun. Mana hozirgi paytda mahallamizda ko'p chiroqlar o'chishi, gaz ta'minotining pasayganligi holatlari bo'lib, boshqa qilib bo'lib qolgan. Yil boshidan boshlab mana shu tumanimizda hozir katta o'zgarishlar bo'lyapti. Birinchi bo'lib, mana 2 oy oldin gaz ta'minoti bo'yicha yangi reduktorlar qo'yildi. Iyun oyidan boshlab mahallamizda misol uchun mana shu eskirgan yog'och stolbalarni o'rniga beton stolbalar o'rnatilyapti. Mana hozirgi paytda ham shu jarayon davom etyapti. Undan tashqari misol uchun simlarimiz yangilandi. Bu holatlar misol uchun ko'p chiroqlar o'chib qolish holatlari ko'p bo'lgan edi, boshqa bo'lgan edi. Bu masala bo'yicha fuqarolarimiz misol uchun mana 2004-yil, 2005-yillarda ko'p murojaatlar bilan chiqib boshqa qilib o'b qilishdi. Lekin bu muammoli masalalarni hal qilish bo'yicha bosh prokurorimiz shu bizning tumanga mas'ul etib biriktirganlaridan keyin bu ishlar o'zidan o'zi misol uchun jonlanib ketib, mana hozirda shu ishlar hammasi amalga oshib, yangilanib, hozir mana hamma 60-yillardan beri turgan ustalbalar hammasi hozir olib tashalib, uniga beton sim yog'ochlar qo'yildi. Fuqarolarimiz ham juda minnatdor bo'lishyapti. Chiroqlarning o'chish holatlari kamayganligi, undan tashqari misol uchun 220 emas, undan oshiq darajada misol uchun chiroqlarning misol uchun yaxshi yorishligi, xolodilniklarning o'chib qolmasligi, kuymasligi holatlari bular hammasi bartaraf bo'ldi. Men bugun juda ham xursandman. Mana Guruch-Ariq mahallasida birinchi marotaba mana ustalbaga simlar almashtirilyapti, transformator o'rnatildi. Doim chirog'imiz o'chardi, chunki kuchi yetmas edi. Bu qo'yilgan simlar hammasi 80-50 simlar edi. Bizim hammasi chirib ketgan, eskirib ketgan edi. Mana elektr simlari almashtirildi. Mana yangi transformator o'rnatildi. Yana bundan tashqari gaz bosimi o'lchagichlar qo'yilyapti hozir. Bular ham hozir tugatish arafasida turibdi. Mashti yashaydigan aholi hozir juda ham xursand, minnatdor. Chunki o'zgarish katta. Bu 80 yildan beri hali bu narsa qilingan emas edi. Mana hozir juda ham yaxshi bo'ldi. Xalq xursand.
Mas'ullar tomonidan aholining tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish masalasi, jumladan gaz quvurlarini tartibga keltirish, eskirganlarini yangisiga almashtirish, mavjud gaz taqsimlash punktlaridan voz kechib 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Olmazor tumanida 64 ta mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib, bugungi kunda tumanning barcha hududlarida kommunal sohada, xususan Olmazor tuman gaz ta'minoti bo'limi tizimida ham salmoqli ishlar jadal davom ettirilyapti. Tumanning Farobiy ko'chasida 24/7 tartibida faoliyat yurituvchi turizm hududi tashkil etilishi rejalashtirilgan. Ayni kunda mazkur ko'chada keng qamrovli ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Asosiy e'tibor gaz quvurlarini tartibga keltirish, ularni bo'yash, eskirganlarini yangisiga almashtirish, 3 bosqichdan 2 bosqichliga o'tkazish jarayonlari jadal olib borilmoqda. Bunda ishchi xodimlar, zarur texnikalar hamda kerakli jihoz hamda vositalar safarbar etilgan. Olmazor tumanida jami 1024 kilometr gaz quvurlarimiz mavjud. Shunda 420 ta gaz taqsimlash punktlari orqali jami 70 ming xonadonni gaz bilan bir me'yorda ta'minlab kelmoqdamiz. Hozirgi kunda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida 420 ta gaz taqsimlash punktlaridan 70%ni yillik taftishdan o'tkazdik. Gaz quvurlarimizni yer osti 200 kilometrini pribor yordamida tekshirdik. Gaz holatlarini aniqlanmadi. Hozirgi kunda mahallalarimizda, hozir mana turgan mahallamizda, eski shahar mahallamizda 2 bosqichli tizimga o'tkazish jarayonlari. Bundan asosiy maqsadimiz aholini bir me'yorda xavfsiz gaz bilan ta'minlash. Shunda qo'sh qator gaz quvurlarimizni bir qatorga o'tkazamiz. Yagona tarmoqqa o'tkazib, har bir xonadonga kirish qismlariga reduktor bosim rostlagichlar o'rnatilyapti. Ushbu mahallada mavjud bo'lgan 6 dona gaz taqsimlash punkti demontaj yo'li bilan olamiz. Har bir xonadonga o'rta bosimli gaz reduktor orqali o'tadi. Gaz quvurlarini tartiblaymiz, bo'yoq qilaymiz, estetik jihatdan tartibga keltirib, kuz-qish mavsumiga tayyorgarchilik ishlarini amalga oshiramiz. Jami Olmazor tuman gazimizda 2 ta avtoulovimiz bor. Jami 4 ta brigada, ya'ni qo'shimcha 16 ta brigadalar hozir buyruq asosida jalb qilingan Olmazor tumaniga jami 26 ta xodim qo'shimcha ish jarayonida ish olib borishyapti. Tumanlardan kelishyapti, hasharga. Ta'minotimizdan muammolar yo'q. Reduktorlarimiz, zulfullarimiz, gaz kranlarimiz, rezben, funlenta, garbit, kislorod barcha ta'minotlarimizdan muammolarimiz barchasi o'z vaqtida yetkazilyapti hudud gaz poytaxt tomonidan. Shu bilan birgalikda barcha ishlarni bir me'yorda amalga oshirib kelmoqdamiz. Iste'molchilarga muntazam va uzluksiz elektr energiyasi yetkazib berishda NIM stansiyalarining o'rni muhim hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasi qarorida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, 15 ta NIM stansiyada modernizatsiya ishlari olib borildi. Olmazor tumanidagi Chimboy mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan NIM stansiya 1971-yilda qurilgan bo'lib, oradan yillar o'tishi munosabati bilan bu yerdagi texnik jihozlar eskirib qolgan edi. Davlatimiz e'tibori bois bugungi kunda bu yerda to'liq va mukammal ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Mavjud jihozlar zamonaviylarga almashtirilmoqda. Musobat aka, xormang, assalomu alaykum. Salomat bo'ling, va alaykum assalom. Juda Rahmat. katta ishlar ketayotgan ekan. Mana bizning Olmazor rayonida ham endi xudo xolisa svet ishlari bo'lmaydi. Demak, bu NIM stansiya ancha bo'lgan qurilgani. Bu 71-yil qurilgan stansiya ekan. Endi mana shu paytga kelib rekonstruksiya ishlari yangitdan boshqatdan boshlandi. Texnologiyalar eskimidi? Texnologiyalar ancha eskirib ketgan ekan. O'shanga xalq noroziliklari ko'p bo'lgan. Demak, shu eskirganining evaziga o'tishlar. Eskirganining evaziga bo'ladi endi bu narsa. Hozir qancha bo'ldi bu ishlar olib borilayotganiga? 6 oy bo'ldi. Demak, yaqinda ishga tushadi. Yaqinda xudo xolisa ishga tushadi. Hozir ko'ryapmiz-da bu Musobat aka. Mana bu qo'yilayotgan jihozlar hammasi zamonaviy. Hammasi kompyuterlashtirilgan, zamonaviy talabga javob beradigan narsa. Bu bitta hozir qo'yilayotgan jihozlar O'zbekistondikmi, chet eldek?
o'zimizniki transformatorlar o'zimizdan chiqyapti. Endi mayda detallar olib kelingan bular. Xorijdan. Xorijdan. Qaysi davlatda ko'proq? Xitoyniki, Koreya shunaqa. Endi agar bu ishga tushadi yaqinda, qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Endi xudo xohlasa o'zgarishlar zo'r. O'chmaydi xudo xohlasa. Bitta hozir zapasi bilan bo'lyapti. Oldin 53 megabaytlar bo'lgan bo'lsa, hozir 90 ga chiqdi bular. Qo'shimchasi bilan. Qo'shimchasi bilan hozir zapaslari bilan bor. Demak, qo'shimcha qilishdan maqsad hududlarda qurilish ham bo'lyapti. Atrofga ham xudo xohlasa bemalol kuzata oladi. Demak, hozir bilishimcha bu texnologiyani boshqarish kompyuter orqali mutaxassislar tayinlanyapti, hozir mana o'qitilyapti. Hammasi shu yo'nalish asosiga to'g'irlab borilyapti. ishchi xodimlar ham yetuk mutaxassislar ekan. Ishchi xodimlarimiz hammasi ancha yildan beri ishlab yurgan xodimlar bular. Texnikalarda muammo yo'q. Yo'q, mana hozir hammaligi mana ishlashyapti. Hamjihatlik bilan ish olib borilyapti. Bu kabi bo'layotgan ishlarning hammasi shu xalqimizni farovonligiga xizmat qiladi. Hammamiz xursand bo'lamiz.